zakazlarimni olib keldim. Hozir sizga raspakovka qilaman. Paket, har bitta zakazga bittadan paket, 4 ta zakazim bor edi, 4 ta paket qizlar. Tak. Zakazlarimni aytib ketaman, lekin mana bu badlar bo'yicha alohida to'xtalaman, alohida bularga video qilaman qizlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, miya, inazitol и фолиевая kislota qizlar. Tak, artikulumini 15941 halol sertifikatiga ega. Tak, kelp qizlar, bu yod bu qizlar, vodoroсли, ya'ni suv dengiz o'tlaridan bo'lgan yod hisoblanadi. Bu eng keraklisi, eng zo'ri bu qizlar. Nimagaki qizimga ham mana shu kelpni yozib bergan vrach. O'zim ham shundan ichaman. Qizlar, qizim va o'zim uchun olganman buni. Eng zo'r varianti mana shu kelp hisoblanadi yodda. Bu bo'yicha ham alohida qilib beraman video. Tak, urokompleks для женщин. Tak, buni ham haqida obzor qilaman qizlar. Halol sertifikatiga ega 15848 artikuli. Tak, dальше davom etamiz. Tak, kollagen qizlar, bilasizlar, men kollagen ichib turganimni va kollagen oldim yana bir pachka, 21 porsiya. Bu haqda ko'p gapirganman qizlar. Tak, artikuli buni 15876. Bu bo'yicha men alohida gapiraman. Tak, endi qaranglar. Hozir men bular bo'yicha alohida gapirib o'taman. Ha, miya, inazitoldan 2 ta olganman qizlar. Tak, dальше bu yog'i уже уходовый kosmetika ketadi.